Akalar videoni oxirigacha ko'ringlar. Yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Har safar narx-navo poni tushib ketyapti. Ledlarimiz qaranglar 140 ming so'mdan yetdi. Originalini qilib qo'ydik. Mejikarlarimizni 46 dollardan qilib qo'ydik. Akalar mejikarni zo'rini ko'rib turgan monitorlarni bor-ku 45 dollardan qo'yardik. Akalar 50-55 dollar optimga beryapti. Akalar ko'rib turibsizlar. Kolonkani vashim sifati mosorini bozorda 200 ming 250 ming sotyapti. Biza o'sha originalini, o'sha Xitoyda originalini zo'rini 195 ming so'mdan qilib qo'ydik. Men magnitlariga ham bitta baho beringlar-da. Qaranglar, buni kichkinaligini qaranglar, buni kattaligini qaranglar. Akalar, bundan tashqari ko'rib turgan pultlarni narxini 195 ming so'mdan qilib qo'ydik. Ezikar platasi bor, oynada naklenkasi bor. Yonib turadi, yonganda ham shu original Magikar borga o'xshab turadi. Akalar, Magikarlarni ham va shu zo'rni qilib qo'ydik. Eng kerakli narsa bor, Evacor polik bo'ladi. O'sha poliklar narxini 220 ming so'mdan qo'yardik. Akalar, har safar ko'ryapsizlar, narx-navoni poni tushirib tashlaymiz. Sizlar like bosib, podeshka qilib, yaqin o'rtog'ingizga yuborib qo'yib, saqlanib qilib qo'yinglar videoni. Akalar, biz narx-navoni tushirishda davom etamiz. Akalar, kevrasizlar, xullas registratorlarimiz ham zo'rlari kelgan. Akalar, ko'rib turgan 360 gradus monitorlarida ham narxlarni va shu zo'r narx qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari video registratorli monitorlarimiz ham kelgan. Akalar, bundan tashqari rol chuqurlarni ham 70 ming so'mdan originalini qo'yib yubordik. Bular 150 ming 200 ming sotiladigan rol chuqurlar Farxatskiyda. Bu yerda ham 100 ming 130 ming sotiladi. Bularning narxini akalar 70 ming so'mdan qo'yib yubordik.